Mana ishlaydigan akkumulyator original Chilvi degan bo'ladi. Sovuqqa ham, issiqqa ham uxlab qolmaydi mana. İçini ko'rsatamiz maxsus pribor bilan mana 200 amper toki bor. 15.2 qarshiligi bor. 12.7 volt kuchlanishi bor. Ana bu eng zo'r akkumulyator mana shu. Maqtash emas. Hozir sizlarga endi ishdan chiqqan mana bu skuterni ichidagi bragini olib tekshirib beramiz. Mana bu skuterdan chiqqan bir dona brag akkumulyatori mana ana shunisi bo'ladi. Buni endi sizlarga tekshirish yo'lini ko'rsataman. Mana qarang. 200 qarshiligi chiqib ketgan. Bunda esa 15 qarshilik edi. Mana bu narsa bunday qilsangiz 9 voltga tushib qolgan. Bunda 12.7 volt edi. Mana bu esa 11 amper. Bunda esa 200 amper toki bor. Bunda 11 amper. Mana bu narsa quvvatli akkumulyatordir. Keyin yana bitta narsani aytamiz sizlarga. Bu asosan quvvatli mana shu 200 amper bunda bo'lsa, bu 8 soatda to'ladi. Mana bunda esa 1 soat 2 soatda to'ladi. Bu qarshilik oshib ketgan ekan akkumulyator brak deydi. Buni remont ham qilib bo'lmaydi. Ichidan bir dona ana shu brak akkumulyator chiqdi. Ana shuni qo'yib tekshirib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, mana Samarqand viloyati Paxtachi tumani Sultonobod bozori bu yerda, bu yerda esa Navoiy Toshkent Buxoro katta trassa yo'lida bizda. Kimga yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'linglar.